Mana o'sha hamma so'ragan bozordamiz. Narxlarni bir obzor qilib chiqamiz. Bular necha pul pachkaga? Ularda pachkaga 33 ming qilib beramiz. Necha yoshgacha apa? 1 yosh, 6 yosh, ikkitalik rasmiy. Qorbobo kiyimlar. Olib oldim. Bular ham shunaqa narxda ekan. Mana. Bular pachkaga necha pul ekan? 60 ming so'm qilib beradi. Ham shunaqa ekan. 22 ming so'm ekan. Bambuk qalini. Razmerlar 56 gacha bor ekan. Sinfgacha ekan 35 ming so'm ekan pachkaga. Pachkaga 9 ming so'm ekan sharflar. Askilar 1000 so'mdan boshlanadi, to 2000 so'm, 3000 so'm. Eng qimmati 3000 so'm. Necha pul pachkaga ekan? 20 pachkaga. Necha pulga berasiz oxir? To'liq 25 ga beraman. 25. 5000 so'm ekan bular pachkaga. 4-7 yosh ekan. Pipapas. Buga necha pul? 65 pachka. 65 ming so'm. Bular 25 ming so'm ekan mana. Material angulda dedim, yumshoq material ekan. Muskoy ham bor ekan. 18 ming so'm ekan. Mana. 40 ming beryapsiz aka. Necha yoshgacha? 5-6 yoshdagi. Aha, pachkaga 25 ming ekan bular. Qalin nacho. Bular 7 yosh, 35 35 ming. ming so'm ekan. Bularchi? Bular pachkaga 29. Qalin ekan. Tor avjida. Bularni ko'rib qoldik. Necha pul ekan bular? Bular 22 ming. Velvet 22 ming so'm ekan. Qabzovchi bolaga azo bo'lib qolasizlar. Bular xudo xolasa bozorda ham boshlay oldik. Bu Qo'qon bozori. Masjidda oldi, bitmagan masjid. Bilmaganlar uchun